Arshan ko'lidamiz. Shunaqa go'zallik tog'ni o'rtasida, to'g'rirog'i tog'ni tepasida. Yer sathidan necha metr balandligida bilmayman. Shunaqa go'zallikda qaranglar, bittagina bulutcha bor. Rosa bulut so'radik. Yuborliq bizga bulut berdi. Adashibman, mana qaranglar, bu yoqda ham bulut bor ekan. Tog'da qorlar bor. Shashlik qilib yedik. Hozir qatnashchilar maqsad yozish bilan ovora. Biz Arshan bulog'idagi ikkinchi kunimiz, dasturimizda yozilgan qismi o'z yakuniga yetyapti. Hamma shu energiyadan foydalanib, xotirjamlikdan foydalanib, maqsadlarini yozishyapti. Qarang, qanday toza suv. Hozir yaqinlashtiramiz. Shunaqa issiq, lekin qor bor, qarang. Xuddiki hamma fasllar bir joyda jam bo'lgandek. Bu yerda maskaga o'xshar ekan qor. Ko'zlari borga o'xshar ekan.